Assalomu alaykum va rahmatulloh. Bugun bepul arab tili darslarimizning 32-qismi. Bugun sizlar bilan birgalikda o'tgan darsimizda o'rgangan uzoqni ko'rsatadigan muannaslar uchun ishlatiladigan tilka ismi ishorasini 41-sahifada berilgan mashq bilan mustahkamlaymiz va muzakkarlar uchun ishlatiladigan va muannaslar uchun ishlatiladigan barcha ismi ishoralarni ajratib olamiz. Ikkinchi mashqda bizga misollar berilgan va har bir misolda nuqtalar berilgan. Nuqtalar o'rniga mos keladigan ismi ishoralarni misollarga mos holatida qo'yib chiqishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni uzoqni ko'rsatadigan muzakkar ismi ishora bo'lsa, zalika, muannas ismi ishora bo'lsa, tilkadan foydalanamiz. Ya'ni ana u misol uchun ona, ana u misol uchun ota. Mana shu kabi biz misollardan foydalangan holatida ikkinchi mashqni birgalikda nihoyasiga yetkazamiz. Bu mashq orqali biz muzakkarlar uchun va muannaslar uchun ishlatiladigan ism ishoralarni bir-biridan farqini ajratib olamiz. Tayyor bo'lsangiz, boshladik. Birinchi misol. Bu misolimizda ummun berilgan. Ma'nosi ona degani. Endi uzoqni ko'rsatib, ana u ona demoqchi bo'lsak, tilka ummun deb aytamiz. Shunda ma'nosi ana u ona degan ma'noni ifodalaydi. Keyingi misol. Abun, ota. Endi bu muzakkar so'z. Bunga mos ravishda zalikadan foydalanamiz. Shunda gapimiz zalika abun holatida yasanadi. Ana u ota. Keyingi misol. Bunga mos ravishda ishlatiladigan ism ishorani o'zingiz topishlikka harakat qiling. Zalika qalamun. Qalam so'zi muannas so'z bo'lmaganligi uchun zalikadan foydalandik. Qolgan misollarni ham o'zingiz bajarishlikka harakat qiling. Mil'aqatun, qoshiq. Bunga qaysi biri mos keladi? Zalika yoki tilka? Muannas so'z bo'lganligi uchun tilkadan foydalanamiz. Tilka mil'aqatun. Anavi qoshiq. O'tgan darslarimizda muzakkar so'zlar bilan muannas so'zlarni ajratib olish qoidasini o'rgangandik. Yodingizdan chiqqan bo'lsa, qayta ko'rib oling. Keyingi misol aynun, ko'z degani. Bu so'zga qaysi ism ishora mos keladi? Ya'ni bu so'zimiz muzakkarmidi yoki muannas? Yodingizda bo'lsa kerak, biz tana a'zolarini o'tgan vaqtimizda juft tana a'zolari muannas degandik. Shu sababli ham biz tilka aynun shaklida misolni to'ldiramiz. Ya'ni anavi ko'z degan ma'noni ifodalaydi. Keyingi misolga o'tamiz. Hajarun, tosh degani. Endi anavi tosh demoqchi bo'lsak, qanday aytamiz? Zalika hajarun. Muzakkar so'zga muzakkar ism ishora. Tushunarli bo'lgan bo'lsa, keyingi misolga o'tamiz. Qomisun, ko'ylak degani. Anavi ko'ylak demoqchi bo'lsak, qanday aytamiz? Zalika qomisun. Anavi ko'ylak. Muzakkar so'zni anavi deb ko'rsatayotgan vaqtimizda zalikadan foydalanar ekanmiz. Qolgan misollar ham xuddi shunday. Shuning uchun keyingi misolni sizga qoldirdim. Qidrun, qozon so'zi. Muzakkarmidi yoki muannas? Bu so'z istisno so'zlar qatoriga kirganligi uchun tilkadan foydalanamiz. Ya'ni bu so'zni ko'rinishi muzakkar bo'lgani bilan asli muannas so'z hisoblanadi. Tilka qidrun, anavi qozon. Keyingi misolga o'tamiz. Nafizatun, oyna. Bu so'z muannas. Buni qayerdan bildik? Oxirdagi tamir butasidan. Shu sababli ham tilka nafizatun, ya'ni anavi oyna deb ishora qilamiz. Keyingi misolga o'tamiz. Baqaratun, sigir degani. Bunga qaysi ism ishora mos keladi? Albatta, tilka. Baqara so'zi muannas so'z hisoblanganligi uchun tilka baqaratun deymiz. Keyingi misol. Maktabun, parda. Qaysi ism ishoradan foydalanamiz? Albatta, zalika. Parda so'ziga zalika mos keladi. Keyingi misolga o'tamiz. Naqatun. Bu urg'och tuya degani. Tilka naqatun. Muannas so'zga muannas ism ishoradan foydalandik. Tushunarli bo'layotgan bo'lsa, keyingi misolga o'tamiz. Muhandis. Bu injener degani. Bunga qaysi so'z mos keladi? Zalika yoki tilka? Albatta, zalika. Muhandis so'zi muzakkar so'z hisoblanganligi uchun biz zalikadan foydalandik. Endi agar muhandis so'zi muannas so'z bo'lganda-chi, ya'ni muannas shakli bo'lganda, unda muhandisatun bo'lardi va bunga mos ravishda biz tilka muhandisatun deb ishora qilgan bo'lardik. Keyingi misol. Muazzinun, azon aytuvchi. Bunga
Albatta, zalika mos keladi. Ana u muazzin. Muazzin so'zi muzakkar so'z hisoblanganligi uchun bunga mos ravishda biz zalikadan foydalanyapmiz. Ya'ni doim ism ishora ko'rsatiladigan narsaga mos bo'lish kerak. Keyingi misol mumarridatun. Hamshira degani. Bunga qaysi biri mos keladi? Tilka. Tilka mumarridatun. Anavi hamshira. Ko'rsatilayotgan narsa muannas bo'lsa, tilkadan foydalanyapmiz. Muzakkar bo'lsa-chi, zalikadan. Keyingi misolga o'tamiz. Sarirun, kravat. Bunga qaysi ism ishora mos keladi? Zalika sarirun. Anavi kravat degan ma'noni ifodalaydi. Keyingi misolga o'tamiz. Hadiqatun. Bog'. Bunga qaysi misol mos keladi? Zalikami yokida tilkami? Albatta, tilka. Sababi hadiqa so'zi muannas so'z hisoblanganligi uchun unga tilka bilan ishora qilamiz. Anavi bog'. Keyingi misol tolibatun, talaba qiz. Bunga qaysi biri mos keladi? Albatta, tilka. Tilka tolibatun. Anavi talaba qiz degan ma'noni ifodalaydi. Keyingi misolga o'tamiz. Jamalun, tuya. Anavi tuya demoqchi bo'lsak, qanday aytamiz? Albatta, zalika jamalun shaklida. Anavi tuya degan ma'noni ifodalaydi. Oxirgi misol. Battatun, o'rdak degani. Anavi o'rdak demoqchi bo'lsak, qanday aytamiz? Albatta, tilka battatun shaklida. Batta so'zi muannas so'z hisoblanganligi uchun unga tilkani olib keldik. Shu bilan ikkinchi mashqimizni ham nihoyasiga yetkazdik. Bu mashqimizda biz muzakkarlar uchun va muannaslar uchun ishlatiladigan ism ishorani mustahkamlab oldik. Ana endi 7-darsda berilgan lug'atlarni lug'at daftarimizga yozib olamiz. Al-mumarridatu, hamshira. Hamshira ayol degan ma'noni ifodalaydi. Agar medbrat demoqchi bo'lsak, mumarridun deymiz. Keyingi so'z al-hadiqatu, bog' degan ma'noni ifodalaydi. Bu so'z muannas so'z hisoblanadi. Sababi so'zni so'ngida tamarbuta bor. Keyingi misol al-battatu, o'rdak degan ma'noni ifodalaydi. Bu so'z ham muannas so'z hisoblanadi. Keyingi misol al-muazzinu, azon aytuvchi, muazzin degan ma'noni ifodalaydi. Bu so'z muzakkar so'z hisoblanadi. Keyingi misol an-naqatu, bu urg'ochi tuya degan ma'noni ifodalaydi. Ya'ni tuyani urg'ochisiga nisbatan an-naqa so'zi ishlatiladi. Keyingi misol al-baydatu, tuxum degan ma'noni ifodalaydi. Bu so'z muannas so'z hisoblanadi. Shu bilan 7-darsda berilgan barcha lug'atlarni birma-bir ko'rib chiqdik. Buni lug'at daftaringizga yozib, yodlab oling. Ana endi navbat sahifamizni ostida berilgan uzoqni ko'rsatadigan va yaqinni ko'rsatadigan ism ishoralarning jadvaliga. Keling birma-bir har birini ko'rib chiqamiz. Avval yaqinni ko'rsatadigan ism ishoralardan boshlaymiz. Yodingizda bo'lsa kerak, biz birinchi darsimizda hada ism ishorasini o'rganishni boshlagandik. Bu yaqinni ko'rsatadigan muzakkarlar uchun ism ishora hisoblanardi. Sizlarga doim aytadigan mana shu ism ishora degan atamam bu arab tilidan olingan. Asma degan so'z ismlar degani. Bu so'zning birligi ism hisoblanadi. Ya'ni ismul ishora ko'rsatish olmoshi hisoblansa, asmaul ishora esa ko'rsatish olmoshlari degani. Biz bu so'zni talaffuz qilayotgan vaqtimizda doim asmaul, ya'ni dommasi bilan birgalikda o'qishimiz kerak yokida ismul ishora shaklida. Mana shu atamani yodlab olaylik. Yoki asmaul ishora deb, yokida ismul ishora deb. Endi so'zni so'ngida turgan lil qarib kalimasi nima ma'noni ifodalaydi? Bu so'z yaqin uchun degan ma'noni ifodalaydi. Ya'ni ko'rsatish olmoshlari yaqin uchun. Endi biz bundan keyingi tablitsada uzoq uchun ishlatiladigan ism ishoralarni ko'rib chiqamiz. Yaqin uchun ishlatiladigan ism ishoralar ikkita ekan. Haza va hazihi. Muzakkar so'z bo'lsa hazadan foydalanamiz. Muannas so'z bo'lsa esa hazihidan foydalanamiz. Arab tilida so'zlar muzakkarlar uchun alohida, muannaslar uchun alohida so'zlardan iborat bo'lganligi uchun ularga ishlatiladigan ism ishoralar ham alohida shaklda ishlatiladi. Ana endi navbat uzoqni ko'rsatadigan ism ishoralarga. E'tibor bering talaffuzimga. Asmaul ishorati
lil ba'id. Ana endi mana bu gapimdagi lil ba'id kalimasi bu uzoq uchun degan ma'noni ifodalaydi. Ya'ni ismi ishoralar ikki qismga bo'linar ekan. Yaqinni va uzoqni ko'rsatadigan. Ana endi bu qismlarning ichida esa muzakkarlar uchun zalikadan, muannaslar uchun tilkadan foydalanar ekanmiz. Yaqinni ko'rsatayotgan vaqtimizda muzakkarlar uchun hazadan foydalanganimizdek, uzoqni ko'rsatayotgan vaqtimizda zalikadan foydalanamiz. Yaqinni ko'rsatayotgan vaqtimizda muannaslar uchun hazihidan foydalanganimizdek, uzoqni ko'rsatayotgan vaqtimizda tilkadan foydalanar ekanmiz. Keling endi birgalikda ismi ishoralarni boshqa ismlardan ajratib turuvchi o'ziga xos bo'lgan xususiyatlarini tanishib chiqamiz. Ismi ishoralar ko'rsatish vazifasida kelayotganligi sababli biz ko'rsatayotgan barcha narsalarimiz aniq hisoblanadi. Shu sababli ham uning birinchi xususiyati aniqlik, ya'ni ma'rifaligi. Biz ko'rsatayotgan har bir narsamiz aniq va tiniq holatda bo'ladi. Haza bilan bo'lsa ham, hazihi bilan bo'lsa ham, zalika bilan bo'lsa ham, tilka bilan bo'lsa ham. Bu so'zlarimizni oldidan hech qanday aliflom olib kelishimiz shart emas. Bu so'zlarimizni o'zi aniq ismlar turkumiga kiradi. Bu so'zlarimizni so'zni so'ngiga ham tanvinni olib kelmaymiz. Ana endi ikkinchi xususiyati, bu kabi ism ishoralar mabni hisoblanadi. Ya'ni bu so'zlarni hech qachon holati o'zgarmaydi. Ya'ni bu so'zlar hech qachon hazadan hazu bo'lib qolmaydi. Hazihidan hazihu shakliga o'zgarmaydi. Biz o'tgan darslarimizda ismi ishoralardan tashqari bo'lgan mabni ismlarni, ya'ni quloqsiz so'zlarni, oxiri o'zgarmas so'zlarni o'rgangandik. Mana shu so'zlarni qatoriga ismi ishoralarni ham qo'shib qo'ying. Biz yodingizda bo'lsa, min hada, ila tilka, fi zalika kabi misollarni kitobimizda ko'rgan vaqtimizda so'zni so'nggi o'zgarmasligini aytib o'tgandik. Lekin bularni umumiy qoida sifatida bugun xulosasini ko'rib chiqdik. Bugungi darsimiz shundan iborat. Shu yergacha yetadi. O'tgan darsimizdagi qoidalarni, o'tgan darsimizdagi misollarni barchasini daftarimizga yozib olaylik. Va bu darslarni yanada mustahkamlash uchun bizni Telegram sahifamizga obuna bo'ling. Biz Telegramda har chorshanba va yakshanba kunlari ertalabki soat 10:00 da 1 soatlik jonli efirda har bir darsni mustahkamlab va har bir o'quvchini savoliga javob beramiz. Siz ham bu fursatni qo'ldan boy bermang. Sizlarni darslarda kutib qolaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.